Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga ajoyib pirog tayyorlaymiz. Uyda achib qolgan sutda. Menda ozroq turib qolgan sut bor ekan, o'shaning uchun isrof qilmaslik uchun sutni pirog qilib yubormoqchiman. Buning uchun 3 dona tuxum, 1 stakan shakar kerak bo'ladi. Taxminan 10 qoshiqdan ozgina ko'proq shakar kerak bo'ladi. 1 kosa achigan sutimizni solamiz. Quyuq holatga kelib bo'lgan ekan. Uni ham solib, yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Hammasini sutni ozroq gazga isitib oldim. Xolodilnikda turganligi uchun ozgina isitsak yaxshiroq bo'ladi. Endi esa o'simlik yog'i solamiz, hidsiz. Ozroq, men hech qanaqa tarozilardan foydalanmadim. Taxminan qilib solib chiqdim. Taxminan qilganda o'simlik yog'i ham yarim piyola bo'ladi. Endi unimizni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Unni ham quyuq suyuqligiga qarab solasiz. Ozgina razlixetil solamiz. Yana xamirimizni aralashtirib olamiz. Aralashtirib olamiz yaxshilab. Endi esa ozgina 1 choy qoshiqdan kamroq non soda solib, uksusda o'ldirib yuboramiz. Uksusni tepaga olib qo'yamiz. Yosh bolali bor joylarda albatta uksuslarni tepaga olib qo'yamiz. Endi xamirimizni yana aralashtirib olamiz. Tabga qarab yong'oq, mayiz, shokolad solishingiz mumkin. Men yong'oqdan foydalandim. Duxovkani albatta qizdirib qo'yamiz. Ozginchagina rang ham qo'shib yubordim. Kekslarga qo'shiladigan qizil rangdan foydalandim. Pushti rangga aylandi, qizil rang lekin. Endi yong'oqni solib yuboramiz. Yana bir aralashtirib yuboramiz. Endi esa listimizni ozroq yog'lab, xamirimizni quyib olamiz. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ring. Hech qanaqa sutlarni isrof qilmagan bo'lasiz. Farzandlaringiz maza qilib yeydigan pirog bo'ladi. Duxovkamizga 170 gradusga 20-30 minutga qo'yib pishirib olamiz. Mana endi duxovkadan oldik. Judayam yumshoqqina bo'lib chiqqan. Ichlari ham yumshoqqina bo'lib pishib tayyor bo'ldi. Endi pichoq yordamida kesib ko'rsataman. Ko'rib turganlaringizdek farzandlarimiz maza qilib yeydigan pirog bo'ldi. Yumshoqqina. Albatta tayyorlab ko'ring. Resept yoqqan bo'lsa, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan keyingi videolargacha ko'rishguncha deyman. O'zingizni ehtiyot qiling.